1868-yilda Yaponiyaga Britaniyadan ajoyib bir ovqat kirib keladi. Bu ovqat mana bu ko'rib turganingizdek Hindiston karesi. Nimaga bu Britaniyadan kirib keladi desiz, Hindistondan emas desiz, bu bilasiz, kare bu hindlarning milliy ovqati hisoblanadi. Lekin o'sha 1800-yillarda Hindiston Britaniyaga qarashli bo'lganligi uchun mana shu kare ovqati Britaniyadan Yaponiyaga to'g'ridan-to'g'ri kirib keladi. Va tez orada juda ham mashhurlikka erishib, hozirgi kunda Yaponiyada ikkitadan bitta joyda mana shunaqa kare ovqatlarini ko'rishingiz mumkin. Mana buni Hindistonda nan deyishadi. Men buni nan emas, o'zimizni non deb o'ylayman har doim, chunki o'sha Bobur bobomiz Hindistonga olib borgan bo'lishi mumkin. Buni albatta tarixchilarimiz yaxshilab bir o'rgansa bo'ladigan mavzu deb o'ylayman. Yaponlar mana shu kare ovqatini shu darajada yaxshi ko'rishadiki, hattoki buni o'zlarining milliy ovqati darajasiga chiqarishgan. Bilasiz, bu kareni bu non bilan yeyiladi aslida, lekin yaponlar bu kareni o'zlariga moslashtirib, mana bunaqa guruch bilan yeyishni o'rganishgan va shuni juda ham ommalashtirishgan. Hozirgi kunda mana shu kare Yaponiyada 3-raqamli eng mashhur va eng ommabop ovqatlardan biri hisoblanadi. Birinchi o'rinda sushi, ikkinchi o'rinda ramen, uchinchi o'rinda mana shu kare hisoblanadi. Shunaqa gaplar, Yaponiyaga kelsangiz albatta mana shunaqa karedan tatib ko'rishingizni tavsiya qilaman.